Oldingizga kelganim menga srochno pul kerak. Bilaman u narsa sizda bo'ladi. Tinchlikmi, ne kerak ekan? Ko'chada qarzlarim to'lib yotibdi, lekin hozir yonayotgani 3 million so'm. Hal qilamiz. Men sen so'raganingdan azizcha ko'proq ekan. Buni vazirat qanaqa bo'ladi? Sen aptekada ishladingmi? Ha? Senda bitta ish bor ekan. Qanaqa? Ertasi yo'q bu yo'llarni, ertasi yo'q bu mahallani, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani, ertasi yo'q bu yo'llarni, ertasi yo'q bu mahallani, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani, ertasi yo'q bu yo'llarni, ertasi yo'q bu mahallani, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani. Kul rang bir xil xonadonlar, ichidagi bir xil bolajonlar, qora yoki oqni tanlar, maktablarda bir xil fanlar, maqsadsiz bir xil odamlar, qishgacha yegulik hamlar, bu uylarda doim tayyor shamlar, jim kishanlar, dushanbadan shanbagacha hamma ko'chada, kim ishda yo'lda, bu botqoq ko'chalarda. Yo'q aka, mayli bu pulni boshqa joydan topa qolaman. Uyda ota-onam kutyapti meni. Mayli ukam. Если что fikring o'zgarib qolsa aloqadaman.